Toshkentda вообще O'zbekistonda biznes qiladigan, garnis qiladigan yoki nimadir yuk tashish bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun sizlarga juda ham yaxshi yengillik tayyorlab qo'ydim. Okey, Changamni bilasizlar. Changamni 1.2 motori 98 ot kuchli mashinani mandan ham yaxshiroq bilasiz. Tak, bu yuk tortadigan mashinamizdan okeylar sizlarga skidka narxida imенно seriya rangini hozir 2024-yil seriya rangini atiga 158 million 100 ming so'm narxi berib o'ramiz. Bu narx okeylar qidirib ham o'tirmaydi. Birinchidan butun O'zbekistonda hech kimda yo'q imенно bu modeldan. Topsanglar ham 173 million bo'ladi. Faqat Xorazm Motorsga kelsanglar, okeylar 158 millionga sizga chiqarib beraman. Bundan tashqari, rasulishga so'radinglar, rasulishgani tayyorlab qo'ydim. Faqat siz uchun boshlang'ich 50% to'lov bilan qolgan 50%ni bir yilga bo'lib berish sharti. Qanaqa foiz berasiz? 1 yil yetmaydi, 5 yilga ham cho'zilaveradi. Ligotek bo'ladi, 5-6% qo'shiladi. To'laverasiz. Muammosi yo'q, okey. Tak, biznes uchun deganim nimaga biznes uchun deyman? Bitta, ikkita, 5 ta, 10 ta emas, kalissasi tiqilib yotibdi, okey. 100 ta desiz 100 ta topib beraman. Tez aloqaga chiqing, pastda telefon nomer qoldiraman, ichiga yozing, kommentariyaga yozing, yoki batafsil joyini bosib turib nomeringizni qoldirib qo'ysa, men o'zim sizga telefon qilib hammasini tushuntirib beraman.